Shunaqa joyda O'zbekistonni, vatanimizni bayrog'ini ko'rish, mashalloh, juda go'zal. Bugun diplom olish marosimi bo'lyapti. Mani elim, illatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Mani elim, g'ururim, jonim fido bo'lsin agar u meni kamida har dam. Barcha musofirdagilarga shunaqa diplom olish nasib qilsin. Bugun diplomniklarni tabriklaymiz. Diplom desa odam xursand bo'lib ketyapti. Vatanimiz bayrog'iga esa umuman gap bo'lishi mumkin emas. Mazza. Shuncha bayroqlar ichida qarang. Oqibatda oxiridagi moddam xotirjam o'zbekim mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib. Siz ham Rossiyada o'qimoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva hamda Sankt-Peterburgda bizning ofisimiz bor. Mana bugun 10 nafar o'zbek diplom olyapti. Kimdir yurist, kimdir mashinist, kimdir esa tamoshida ishlaydi. Hammaga omad.